Sen menga qaragan. Hozirgi paytda ikkita odam orasidagi sovchilik erib ketyapti. Lekin sen qachon eriysan, ha? Quyosh chiqib turibdi, lekin hali qor erigani yo'q. Erimaganlar nima qilibdi? Serdichka chizib, +qa deb yozib qo'yibdi, sevishganlar. Lekin biz qo'rqmaymiz, ha. Gazonimizni ochuvdik. Klientlar so'ragan edi, hozirgi holatda qanaqa bir ko'rsating deb bunaqa qilishdi. Yam-yashil ko'z tegmasin, alhamdulillah. Bunga ikkita sabab bo'lishi bo'ladi. Ya'ni qor foydasi shunga qor foydasi, ya'ni suvni o'tkazmaydi, termos vazifasini bajaradi. Ikkinchisi, udabriyani qilib qo'yilganligi qishdan oldin. Uchinchisi, strishka qilinmagani. Shu ishda. Lekin eng asosiysi esdan chiqdi, bu Alloh shuna holati, shunaqa bo'lib turibdi. Biz bitta sababchimiz. O'shanga gazon kerak bo'lsa, biz ustini kurab ham kesib ham beraveramiz. Srochniy bo'lgan joylarga. O'shanga bemalol murojaat qilaverasizlar.